boshladi. Biz hozir O'zbekiston bo'ylab yurishlik sayohatga chiqib ketyapmiz. Mana shu yurishlik sayohat davomida biz O'zbekistonning 12 ta viloyatida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidagi barcha turistik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarga borib tashrif buyuramiz. Sizlarga bular haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. Mana bizlar sayohatimizni boshlab oldik. Birinchi manzilimiz Toshkent viloyati. Biz hozir obed payti bo'lgani uchun Bochkaga keldik. Bu yoqda o'zini qaymoqqa marinovka qilingan shashliklari, mastavalari va marinka baliqlar bilan juda ham mashhur. Hozir obed qilib olamiz va sayohat qilishda davom etamiz. Mana biz hozir obed qilib chiqdik. Endi haqiqiy drive adrenalinni his qilish uchun ekstremal turizm bo'yicha raftingga yo'l olamiz. Mana hozir biz Bo'stonliq tumanidagi Ugam oromgohiga ekstremal turizm bo'yicha raftingga yetib keldik. Toshkentdan 90 km uzoqlikda joylashgan paraplanga yetib keldi. Orqamizda ko'rishingiz mumkin shuni. Bu yerda uchish uchun ham aynan mana bu yerda chetga shamollarni aniqlaydigan narsalarni ham qo'yib qo'yishgan. O'shanga qarab uchishyapti. Hozir undan tashqari bu yerda faqat paraplan emas, bu yerda ko'rishingiz mumkin karterlar, skuterlar. Undan tashqari shamollarni aniqlash uchun buni elektr energiyasini ham ishlab chiqaradigan qani ko'rishingiz mumkin. Tipi generator deb aytsa ham bo'ladi. Bu ham mashitda qo'y boqqanda laqabi bo'lgan-ku, hammani laqabi bo'ladi. O'sha kanabasiga boy deyishganda, qo'ylari bo'lgan, otlari, mollari bo'lganda, mashitda qo'y boqib yurgan vaqtida prosta qani qo'ylarni haydab yurgan cho'pi bilan o'sha cho'pi prosta suvga tiqib yerga tiqib ketgan. O'sha yerga tiqib ketgan mana shu yog'och mana shu bo'ladi. Kerak. Ha. Hozir biz Jarbosh Avliyo buva ziyoratgohiga ketyapmiz. Bu yerda tomchilar suv oqib turar ekan, qishni yozin. Shobax suv deyishdi. O'shani ichganimni alfraganmiz, kichkinalarimizni olib ketyapmiz. Men taassurotlar zo'r. Menga o'zi aslida tog'li hududlar juda ham yoqadi. Hozir yo'lboshchimiz Umidjon boshchiligida hozir yana bir buloq tomon yo'l olmoqdamiz. Xudo xohlasa, u yoqdagi taassurotlar bilan ham sizlar bilan bo'lishamiz. Muzdek suvlar bor ekan, ishdan qoplab ichishga ketyapmiz. Nimaga aynan bu Jarbosh Avliyo deb aytiladi? Aynan turgan joyimizda Bahovuddin Balogardon buva yomg'ir yog'ayotgan vaqtlarida soyi bo'yiga, ya'ni jarri bo'yiga jon saqlash uchun yurib tushadilar. Ana o'sha vaqtda mana shu g'orni ko'rib qoladilar. G'orda aynan shu joyda saqlaydilar. Hozir ko'rib turgan joyimiz ham aynan bu g'ordan keyin o'sha bu yog'iga Chorvoqson omboriga tushib ketaverish jarri boshi. O'shaning uchun aynan Jarbosh Avliyo deb ataladi. Bu yerda bitta emas, 3 ta avliyo jon saqlagan. Bittasi o'sha Bahovuddin Balogardon buva, keyingisi Shayx Umar Vali. Yana ular aynan hozir bittasi Sijje qishlog'iga yetmasdan, ikkinchisi Bog'iston qishlog'ida. Jicha bordo bir kishiga.
bunaqa hozir bitta bolamiz tapchikasi oqib ketdi. Battar bo'lish deyishdan boshqa ilojimiz yo'q. Ana hozir tapchikasini qidirmoqda. Muslim! O topilmaydi, qaytur. Yo'l yo'q. Qayt. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi safarga nihoyasiga yetdi. Buni Sirdaryoda ko'rishamiz. Qani ketdik. Go.